bitta savol beraman, bizga ilm bo'lib qolishligi uchun. Shunday aytib ketsam ham bo'ladi, unda esinglardan chiqib qoladi. Xo'p, Rasulullohda 4 ta qizlari bo'lgan, to'g'rimi? 11 ta ayollari bo'lgan nikohlangan. 11 ta. Nima uchun? Hadicha onamiz, mana Fatima onamizning onalari Hadicha onamiz, Rasululloh yaxshi ko'rgan ayollari Oysha radhiyallohu anha onamiz. Shuncha onalarimiz turib, nimaga faqat Fatima onamizga jannat ayollarining sayyidasi maqomi berilgan? Qolgan ayollarga emas. Rashmaganlar. Sabr. Yo'q. A? Sabrli bo'lgan. Yo'q, sabr. Fatima onamiz Rasululloh qizlari esinglardan chiqarmanglar, ayollar emas. Topolmadinglar? Marojni qarz bo'ldinglar. Esinglarda qolsin. Fatima onamizga sovchi keladi. Shuning uchun u joyda qisqa qilib aytib ketdi. Sovchi kelganda Fatima onamiz so'raydi, "Dadajon, mahriga nima bor ekan?" desa, payg'ambar alayhisalom aytadiki, "Mahriga 180 tilla berdi. 90 tillaga sizga mahrga ajratdik, 90 tillaga dasturxon yozadigan bo'ldi. Mahriga rozi emas."